Hozirda 120 kiloman. Umuman ozgim kelmayapti. Erim meni borimcha qabul qilsinlar. Demak, ortiqcha vazndan qutulish bu nafaqat sizni shaxsiy hayotingizga, balkim sog'lig'ingizga ham albatta ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. To'g'ri, ayol kishi tug'adi, ortiqcha vazn yig'adi va albatta orqaga qaytish kerak. Ya'ni avvalgi siz o'zingizni ideal vesingizga qaytib olishingiz uchun imkoniyat bor. 120 kilo degani bu umuman ozolmayman degani emas. Va borligimcha qabul qilsinlar deydigan ayollarga murojaatim bor. Siz o'zingiz turmush o'rtog'ingizni pullari yo'q paytida, ishlari yurishmagan paytida, qo'yingizdagi narsalarni olib bera olmagan paytlari borliklaricha qabul qila olasizmi? Yo'q, erkak kishi pul topishi kerak. Men ham yaxshi kiyinishi, yaxshi joylarga borish xohlayman. Albatta, erkak kishidan siz talab qilganingizdek, erkaklarni ham sizdan go'zallikni, jozibani, sog'lomlikni talab qilishga haqlari bor. Ya'ni sog'lig'ingiz uchun o'zingiz qayg'urishingiz kerak. Ortiqcha vazndan qutulish sizni bir muncha kasalliklardan xalos bo'lishga sabab bo'ladi. Ya'ni ortiqcha vazn bizda qandli diabet, ayollarda dangasalik, stressni keltirib chiqaradi. Shuning uchun ham maslahatim, birinchi navbatda o'zingiz uchun, o'zingizning sog'lig'ingiz uchun harakat qiling va turmush o'rtog'ingiz uchun ham ularni oldilarida yosh, go'zal, chiroyli, sog'lom bo'lib yurish uchun ham harakat qilishingiz kerak.